Do'stlar, bu shaharchani ko'rmasalaring bo'lmaydi. Bu shaharcha o'zining go'zalligi bilan, qadimiyligi bilan ajralib turadi. Aylanib ko'rishga arzigulik qadimiy shaharda hozirda qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu yerda turli hunarmandlar uchun alohida uylar qurilgan. Sayyohlar savdo bilan birga ustalarning ish jarayonlari bilan yaqindan tanishlari, hattoki ustalarning ishi bilan shug'ullanib ko'rishlari mumkin. Asl ustalar tomonidan qurilayotgan manzil qadimiy Marg'ilon ruhini bera oladi sizga. Bu yerda hunarmandlar bozori, muzey, maqom teatri ham qurilmoqda. Kumush bibi uyini ham ko'rishingiz mumkin. Qadimiy naqshlar, o'sha davrga xos bo'lgan uslub va ruhiyat. Xullas, bu yerga kelsangiz, afsus qilmaysiz. Yangi Marg'ilon shaharchasi o'tmishdan so'zlovchi makondir.